Allo, assalomu alaykum. Alo. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi tug'ilgan kun egasi Yulduzxon opamiz bilan bog'landikmi? Ha, Opajonim, yaxshimisiz? Sog'-u salomatmisiz? yaxshi, Xudoga shukr. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sizni bemavrid bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q. Salomat bo'ling, opajonim. Sizni ayni damda tug'ilgan kun tabriklari loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Avvalambor bugungi ajoyib kun. Rasulumizga chin ummat bo'lgan shukronalik, shodiyonalik kuningiz, qarshi olgan yana bir bahoringiz bilan samimiy muborakbod etamiz opajonim. Rahmat, kattakon. Salomat bo'ling opajonim. Qarshi olgan yoshingizga ko'p bora yoshlar qo'shilsin deb qolamiz. Unutilmas go'zal ayyomingiz munosabati bilan bizning qo'ng'iroq loyihamizga yaqinlaringiz ishtirok etib, o'zlarining juda ham chiroyli va samimiy bo'lgan tabriknomalarni yo'llab qolishgan. Taxmin qilib ko'rasizmi, ushbu samimiy insonlar sizni juda ham yaxshi ko'rib, boringizga shukrlar deya ta'rif bergan mehribonlaringiz orasidan aynan qay birlari bo'lishlari mumkin? Menimcha shu Farhod ukam bo'lsa kerak, kelinim bilan ikkalasi. Aha, yana kimlardan kutasiz? Yana Dilmurodjondan. Opajonim, sizga biroz yordam beramiz. Qizlaringiz orasidan bir taxmin qilib ko'ring-chi. Qizlarimdan Karomatda. Albatta, opajonim, albatta, taxminlarda aslo adashmadingiz. Bizning tug'ilgan kun tabriklari loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'rishlarini takror va takror aytib o'tgan mehribon qizingiz Karomatxon tomonidan yetib kelgan ekan. Rahmat, kattakon. Xursandmisiz, opajonim? Ha, juda xursandman. Minnatdormiz va yana shu o'rinda Mashhuraxon qizingiz, Azizaxon qizingiz ham sizga samimiy tilaklar yo'llab qolishgan ekan. Rahmat, kattakon. Hammasi baxtimga topsin bo'llarim. Ilohim opajonim, aytganingiz kelsin. Endi ijozat bersangiz, Karomatxon qizingiz tomonidan yetib kelgan samimiy dilnomalarni siz tomon o'qib eshitirsam maylimi? Ayt. Qizalog'ingiz maktubni mening gul yuzli onajonimga qalb so'zlarim deb nomlagan ekanlar. Tayyormisiz qabul qilishga? Tayyorman. Bo'lmasam boshlaymiz. Shodliklarim sig'may ketar tanamga, bolam deya kirib kelsa xonamga, farishtaga o'xshar deyman aslida, farishtalar o'xshar mening onajonimga. Assalomu alaykum, rahmatulloh va barakatuh. Onajonim, eng go'zal mehr sohibasi qadrligim, ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin volidam. Boringizga shukr. Hammaga faqat yaxshiliklarni tilab yurasiz. Yomonlikni esa yuragingizga sig'dira olmaysiz. Bizga mehr, sabr va duolaringizni hadya qilib, umr yo'lingizni faqat boshqalarni baxtli qilishga sarflabsiz. Betob bo'lsak, ko'zlaringizdan uyqu qochgan, ko'nglimiz xira bo'lsa, yuragingiz bezovta bo'lgan, bunchalar ham pok qalbli, mehribon ayolsiz onajon. Qalbimdagi hislarimni so'zlarim bilan ifoda qilib bera olmayman. Lekin bir narsani aytishim kerak. Sizni juda yaxshi ko'raman, onajon. Sizning hayotingiz sabr va mehrning eng go'zal timsoli. Sizning har bir so'zingiz, har bir nazaringiz, har bir duoyingiz mening yo'limdagi eng katta tayanchim, eng ishonchli qalqonimdir. Sizga har safar qaraganimda ko'nglimdan bir narsa o'tadi. Qanday qilib bu mehrni, yuksak sabrni, bu cheksiz fidoyilikni bir inson qalbiga sig'dirish mumkin degan so'zlar. Mashaqqatli ammo faxrli yillar.
Duo va muhabbat bilan to'lgan umr, farzandlari baxti uchun kechgan tunlar, tinimsiz mehnatlar va Alloh ne'matiga aylangan eng go'zal yillari. Sizdek insonni ona deb atash har bir farzandingiz uchun sharaf. Siz bor ekansiz, qalbda orom, umr yo'llarimizda tinchlik, amallarimizda mehr bo'ladi. Dunyodagi eng katta boyligimiz sizning duolaringiz, onajon. Siz duo qilsangiz yo'limiz ochiladi, siz xursand bo'lsangiz bizga butun dunyo kulib qaraydi. Go'zalim, sizni yana bir bora qutlug' yoshingiz bilan chin dildan tabriklayman. Umringiz uzoq, sog'ligingiz mustahkam, farzandlaringizning baxtiga doimo sog'-omon bo'lib yuring. Biz esa sizga shunday mehr, shunday ehtirom ko'rsatishga harakat qilamizki, o'zingizning barcha orzularingizga erishib, doimo quvonch va shodliklarda yurasiz. Mehribonim, yana bir bahoringiz muborak bo'lsin. Jannat hidli onajonim, sizni yuragimdan yaxshi ko'raman. O'zingizni ehtiyot qiling deya, mana shunday chiroyli va samimiy bo'lgan tabriknomalarga qizingiz Karomatxon yakun yasagan ekanlar. Rahmat kattakon. Men hech kutmagandim. Hammaga havas qilib yurardim. Men bolalarim ham shunday tabriklaykanmi deb. Opajonim, sizning ham farzandlaringizga va barcha yaqinlaringizga aytar so'zlaringiz, dil izhorlaringiz, samimiy tilaklaringiz bo'lsa, marhamat yo'llab qolishingiz mumkin. Rahmat hamma meni tabriklaganlarga. Sog'-omon bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Har doim yonimda kulib o'ynab, men borman, dalda bo'lib yursin mening. Ilohim, opajonim, aytganingiz kelsin, salomat bo'ling. Hamisha mana shunday mehr oqibatlaringizga aslo ko'z nazarlar tegmasin. Shirin tashvishlaru baxtli lahzalar hech qachon tark etmasin. Yaqinlar, oila a'zolari uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizni tinglab turganingiz uchun tashakkur. Xayr, sog' va salomat bo'ling. Tug'ilgan kunlarni yaxshi kayfiyatlarda o'tkazib oling. Rahmat kattakon. Omon bo'ling. Rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Rahmat.